Barselona keyingi mavsumda Camp Nou'da o'ynamasligi mumkin ekan. Videoda oxirigacha ko'rib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va report tugmasini bosib, Barselonani haqiqiy muxlislariga shu videoni tashlab qo'yinglar. Nimaga Barselona Camp Nou'da o'ynamaydi? Bu narsani birgalikda shu videoda ko'rib chiqamiz. Unda boshladik. Barselona keyingi mavsumda Montjuikka qaytishi mumkin. Sababi Barselona Camp Nou tomini yopmoqchi va u paytda stadionga muxlislar kirish taqiqlanadi. Tepa hududda xavfli zonalar yuzaga keladi. Shuning uchun Camp Nou'da o'yin o'tkazmasligi mumkin bo'ladi. 2026-27 mavsumda afsuski yana biz Montjuik stadionida boshlashimiz kutilyapti va Montjuik bilan yana shartnoma imzolashimiz kerak bo'ladi stadionda arendaga olish uchun. Chunki Barselona stadioni emas, u Kataloniyaga tegishli stadion bo'ladi va boshliqlari bilan gaplashib shu stadion yana arenaga olyapmiz va Camp Nou tomini tezroq yopib 2027-yilgacha bitirishimiz kerak ekan. Bu narsani hozir rasman tasdiqlanishi kutilyapti. Tez orada bu narsaga tezkor izohlar bo'ladi va Camp Nou keyingi mavsumda qaytmaydi, lekin keyingi yildan yana qaytish kutilyapti.